Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda studentlarni zalini ko'ramiz, dam kuni qanaqa o'tishini ko'ramiz. Xudo xolasa bugun moshni trenirovka bo'ladi. Bitta ko'raylik. Chekib olamiz. YouTube'ga mana bo'lib kelamiz. Dünyada yoga bilan shug'ullanadigan joy ekan. Santalardan bo'lsa kerak, bes o'tadi. Mana manzara. 10-yetadagi vashi cho'tki. Alo, o'zbek 100% tamam. O'zbek? Ana yaqinlashtiring, qani odamlar ko'rsin o'zbekni. Ha, o'zbekman mana. Men o'zbek. Xudo xolasa hozir moshni trenirovka bo'ladi. Qilasizmi? Va qilaman. Bosishamiz kerak. Azalli ora-oradan nima deydi, ma'lumotlar ketamiz sizlarga. Oxirigacha ko'ring. Короче, vallahi hozir 5 Kill them. Come on, we'll kill two of them. I'll keep the best. shug'ullanamiz, keyin boshlaymiz. Let's go. Namnaq narsadan bor. Namiga o'tsa nima bo'ladi? Bilasizmi? Ha, namnaq bunga o'tsa. Yelkaga bo'ladi. Where are you from? Where are you from? Ahadni videolarini ko'rganmisiz? Kichkina mashg'ulot mana shunday. Bu ham ancha foydali. Cho'tki. Kichkina joy lekin ko'p narsalar bor bu yerda ham. Hammasini ulab bemalol ishlatsa bo'ladi. Qani? Davay. O'pkani qisib qoladi-ku. O'pkani yomon beradi, qanaqa? Qayerda bu? Masih saya. Ada final kornish deh. Ko'chalari. Dah.
Xudoyor, ikki soch stil ko'rsatadi bitta. Soch bilan kimdan ko'merdi sochim o'siryapman. Kim? Ataka. Ahad akam. Ha, o'zimiz. Ahad aka ayting, paddashga qolsin. Baxtli bo'l. Kim baxtli bo'ladi? Qo'ymaydi qo'yib. Bo'ldi, qarochi. Bu o'zimizni zalmas. E'tibor kerakligini. Shunaqa. O'rtog'imizni paddashga. Ha, paddashga bilan da shug'ullanib turibmiz. Qarangchi bitta. Qarang. Wow. Let's go. Если shu bu mashqqa bitta o'rtog'im o'rgandim. Rahmat aytaman o'shanga. Ismini ham aytib ketay endi. Hamma Azizbekka rahmat. Hozir ko'rmayapman o'zimni. Avratda teyzam. Da. Nice. Da. Da. Yelkaga qo'y, yelkaga. Bosing. Yelka satrab ketadi. Da. Tam kerak. Ha, yo'q be. Shunday. Changingiz ham kelyapti ekan. Davay. Ketdi. 15 kilo. Men aytgan bolalarga vashshi ko'taradi bola. 25 kilo bosadi. Yo'q, bu pastroqda vashshi. Sigar, bilaman, ko'rasiz bu videoni, sizdan o'tib ketaman, qarab turing. Da. Davay. Ha? Xudo olasa 5 yildan keyin edit qilib qo'yamiz shu videolarni. Что? Mayş. Gapiring, ma'lumot bering jim haqida. Jim bo'ladi. Nu to'g'risi aytsam, manzara vashshi cho'tki, lekin to'g'risini aytsam, bu katta bino ekan, manzaralar shu uchun zo'r. GMga keladigan bo'lsak, o'zimizniki ham ancha yaxshiroq, to'g'risi. Bu yoqda seriozlik kachorayotadi, bu yoqni biling. Hali vaqtli, bro. Soat endi 7 bo'lyapti. Mana lekin bizada o'zimizni, ya'ni har bir baqiradi. Bu yoqda hech kim baqirmaydi. Menga o'rganib qo'ygan-da. Shu uchun, seriozlik baqirish yomon emas zalda. U testosterondan-da, u kuchliligida. Xudo olasa ikkinchi qismda Pratno nimasida zalga boramiz. Bizning zalgami? Da. Lekin bunaqa manzaralar yo'q-da, men manzaram qarang. Necha manzaram bu yoqqa boramiz. Bu uy 10-etajda ekan, bizning 5-etajda. Adashmasam 10 gacha u parkovkada 9ga, 1dan 9ga, 2dan 9gacha parkovka, 10 o'sha zal narsalar bo'lsa, 11dan o'sha uy boshlanib ketgan. Shunaqa. Yana bitta informatsiya bu yerda asosan jimga emas, boshqa narsalarga fokus qaratilgan. Masalan, shu tashqariga детский площадкаga, workoutga, Swimming pool ham bor ekan, narmani. Shunaqa. 5-etajda. Eng oxirgisi 39-50 da. Xudo olasa basseynga ham tushamiz hozir. Если что, ertaga ishga borish kerak. Shuning uchun o'zimiz ayayapmiz. Ayting mana. Ertaga soat 14 soat 5. Marafon kutib turibdi. Xudo olasa mana shunaqa joylar, manzaralar
Quyosh botyapti. Xudo xolasa basseynga chiqamiz. Keyin ana shunaqa uyda yashaysiz-a, brat. Bizning uyimiz bo'lmaydi. Vashsheligini qarang. Vaytga 10 dan 1dan 10 gacha baho beringlar qani. 1dan 0 gacha baho beringlar. 1dan 0 gacha. Ana zanaga qara. Tepasida daraxtlar bor.